Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Tez gapiraman. Chunki narxlari ham zo'r, kelib uy-joy boshpana kerak degan odam uchun vaqti zo'r joy. 14500 dollarga 2 ekan, 2 sotuvdan ham kattaroq ekan. 3-4 ta xonasi bor, bitirib olasizlar. Korobka holatida turibdi. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. 14,5 mingga manimcha sizga hech kim uy taklif qilmaydi. Manzili qayerda desangiz, manzili Nazarbek Turkistonda turibmiz. Postdan 11 kilometr deb aytishdi menga. Kiruvishga bitta mashina sig'adi va botga bemalol bitta yozda basseyn yoki tapchan qo'yib olsangiz bo'ladi. Uy mana shu holatda turibdi. Pena blokdan qurilgan ekan, tomlari yopilgan, suvolari bo'lgan, malariga tayyor turibdi, deyishyapti. O'zingizlar ham ko'ryapsizlar. Bu yerda bitta oshxona qilsangiz, bundan oldingi ko'rsatilgan joyi zal qilib olasiz. Bu tarafda bitta detskiy yoki kattalar yotoqxonasi qilib olasiz. Mana ikkita xonasi bor yana. Bu ham o'zingiz hovlingiz mana o'rab qo'yilgan. Orqa tarafda ham 1 metr, 1,5 metr o'zingiz hovlingiz bor mana. Orqa tarafingiz bepayon dala, Nazarbekda turibmiz. Turkistonda narxi 14500, pastda egalarining nomeri. Sizni ham uy-joy sotish kerak bo'lsa, tepadagi nomerlarga telefon qilasiz, o'zim javob beraman. Borib chiroyli qilib uy-joyingizni obzor qilib sotilishga sababchi bo'lib qolamiz. Demak, keyingi boshpanalarda chiroyli uylarda, yaxshi uylarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.